Shu joyiga. Ular hali mana qo'zi. Akalar. Mana hali Qo'zi bo'lib akalar tushunasizlar. qo'zi ko'ryapsiz, sifati Aka bir pachka ekan. Bitta olaman, bitta boqaman deganiga, aka, bitta boqaman deganiga, zo'rdan olaman deganiga. 10 boshda bitta ayting aka, qiziqtiring obunachilarim boqib rahmat deb yillar bundan zot olsin. bitta Bu tumorlargacha bor ekan akalar. to'shti qarang, to'shti. Bir tishni ochib bering shunchaganda aka. Bo'y baland, oyoq qo'l uzunligi uchun ishonmaganlarga mana akalar, mana. Qo'zi bo'lar. Qo'zi, hammasi qo'zi. Mashalloh, hurmatli aka-ukalar. Bugun ish bitadigan joydamiz. Qo'yda baraka bor akalar, qo'yda baraka bor. Buni hamma biladi. Inshaalloh zotdor qo'chqonlardan akalar 10 bosh chiqib qoldi. Xudo xohlasa chiroyli qilib video obzor qilib beramiz. Hammaga assalomu alaykum hurmatli Bozor Obzor kanalining obunachilari. Biz bugun Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qoraqalpoq mahallasidan akalar Bolsheviy ham deyishadi bu yerda. Xudo xohlasa zotga so'raganlarga 10 bosh. Akalar pullarni yengil qilib beraman deyapti. Inshaalloh akalar ish bitadigan joyda. Akalar qo'chqonlarga bir dona like bosib qo'yasizlar. Videolarimiz kenda qolish uchun yordamchi bo'ladi. Obuna bo'lgan 10 tarafdagi obuna bo'lmasa ezib qo'yasiz. Siz bizga obuna bo'ling. Xudo xohlasa sizlar uchun Bozor Obzor kanali xizmat qiladi. Hurmatli aka-ukalar, qo'chqonlar nima deyapti? Xudo xohlasa sekin egasidan ma'lumotlarni olaveramiz. Akalar ish bitadigan joyda optimiga ham chiqaradi, donalabga ham chiqaradi. Faqat kelish bo'lsalaringiz bo'ldi. Xudo xohlasa sekin haydavering aka, haydavering. Egasidan xudo xohlasa ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka. Keling. Panajoningiz sog'mi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bo'layapmi ishlaringiz aka? Rahmat. Tuzimisiz? Qo'chqonlarni aka tozalarini olib kelib qo'yibsiz-ku. Ha, endi men obunachilarga bir Inshaalloh. maza qilsin. Zot olaman deganlarga. Zot olaman deganlarga. Xudo xohlasa. Aka, soni 10 bosh dedik. Ha, Soni 10 bosh. O'zbekiston bo'ylab sotilaveradimi? sotilaveradi. Kelish qilsalaringiz bo'ldi. Kelish bo'lsa bo'ldi. Xudo xohlasa akalar mana. Yemoqchilarni ko'rib turibsizlar. Aka bulardi. Yemog'i, ichmog'iga garantiya berasiz. Bir hafta mana Bir hafta. yeb ichishni ko'ryapsiz. Yeb ichishni ko'rib turibdi. Xudo xohlasa akalar, yemoqchilarga garantiyalar bor. Bo'ylariga aka, bo'ylar qanchaga beramiz? Bo'ylari 85 plus. 85 plus bittasini ushlang. Oh. Bittasini ko'raylik. Mashrabjon, bittani usha. Bittani ushlang mana ko'raylik. Hammasi bir xil ekan o'zi. Bir xil emas. Hammasi yoqadigan tuyoqlarni qaylab, poy tuyoq akalar oyog'i ham bor-u. O'ta baquvvat ekan-da. Mashalloh. Mana akalarim. Mashalloh. O'ta baquvvat odamni qiynab qo'ymaydi. Qulog'i ham 23. Ha. Qulog'ama aka? Garbanoslarni qarang mana. 23. Yoshi qanaqa buni aka? Yoshi 10 oy, 11 oylik. Tishini oching shu joyiga. Ular hali mana qo'zi. Akalar. Mana hali Qo'zi bo'lib akalar tushunasizlar. Onaqonday qo'z tish akalar. Qo'zi bo'lib holat shunaqa. Inshaalloh akalar bular kundan keyin yana o'sadi. qaytarib kelaman. Degan ekanda bular hammasi. Xudo xolasa akalarim zotga so'raganlar rad tushadigan ekanda. Bola 200 kilo qilaman degan odamlarga-da bu. Inshaalloh. Inshaalloh akalar mana. Chempion qo'chqonlar bo'lsin, bir bo'lsin. Xo'p. Hoppa. Aka bo'ylar nechaga beramiz? 85 plus. Bo'ysangina 90'liklar ham bor. 90'lar ham bor, 85 plusga beraveramiz. 85 plusga beraveramiz. Akalar 85 plusga olaveramiz mana. O'lchab olamansa o'lchab ham Bu beraman. yoqqa nimaga olib keling nimaga? Aspar yap chiqingda, ha? Ha? Mana akalarim. Kelinglar. Mashalloh. Qo'ydi ko'ryapsiz, sifati Aka bir pachka ekan. Bitta olaman, bitta boqaman deganiga, aka, bitta boqaman deganiga, zo'rdan olaman deganiga. 10 boshda bitta ayting aka, qiziqtiring obunachilarim boqib rahmat deb yillar bundan zot olsin. bitta yerga olaman degan odamga 7,5 milliondan baraka. Keling aka, 7,5 demang. Yana tushing aka. Bunaqa zotlar kam o'zi, lekin tushib bering rahmat deysiz. Telefon qilishadigan bo'lsa, men ham tushib beraman.
Chiroyli tushib berasiz. Oxirgi raqam 73. 7 73. million 200. Dastlabkasidan bo'ladi. Dastlabkasini kelishamiz. Vodiy bo'ylab tekinmi? Tekin. Bor aka. Akalar, vodiy bo'ylab dastlabkasi mutlaqo tekin O'zbekiston bo'ylab kelishamiz. Sotiladi. Akalar, O'zbekiston bo'ylab sotilaradi. Xudo xolasa O'zbekistonga yetkazib berishga imkoniyat bor. Mashina topib beramiz Topib aka. beramiz. Xo'p, aka, optimiga Xudo xolasa yaxshi aytdingiz. Endi donalabga nima deymiz? Donalab kelishamiz uni ham. Donalabga bir narx. Donaga bo'lsa narx 7,5 million. Xohlagan tanlab olsin. Xohlagan tanlab oladi. Akalar 7,5 hammasi bir xilda. 10 oylik qo'zi, zotdor, qo'chqonlar. Akalarim, kimga yoqmaydi? Kimga yoqmaydi? Albatta bular hammasi oyoq qo'l uzun, qo'llari ham Qulog'i to'rtlar. 23 sm. 23 santimetrlik qo'chqonlar. Hurmatli aka-ukalar. Akam 7,5 dan xohlagan tanlab olsin. Xohlagan tanlab oladi. Xudo xolasa, lekin bu yerda boru bugun obunachilar o'ylanadi. Qaysi birini olsamikin deydi-da. Ammo qo'ylar vaqti bir-biridan o'tgan go'zal. Bir-biridan o'tgan akalar, tumonlarga. Ularga qarang. Mana obunachilar. Zot olaman. Yana o'zingizlar kelinglar. Oyoq qo'li Yana uzun. Qo'ylar bo'ladigan yaxshi narsa. ko'rinadi akalar. Yana o'zingizlar kelinglar-da. Yana bo'lak. Haligi yurak jiziladigan joydamiz akalar, yurak jiziladigan joyda mana. Mana holatlar. Hammasi sog'lom, kelib bir yo'talgani yo bundoqqani ko'rmayapman. Hamma vaksina, anaqa emlashlar hammasi bo'lgan. Bo'lgan. Mashalloh. 100%. Akalar, mana. Aka, bular bir qo'rami? Bir qo'ra. Bir bilan nimasi yo'q. Yo'q. Gina qudrati yo'q deydi-yu. Gap yo'q. Hammasi bir qo'ra. Bir qo'ra. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, bunaqasi kamdan kam uchraydi. Akamizda faqat. Mana shu ham zoti toza. Zot toza. Qulog'ama, Quloq qarang mana. qulog'am putum. Tumorlargacha bor ekan akalar. To'st qarang, to'stni. Bir tishni ochib bering shunchaganda kabi. Bo'y baland, oyoq qo'l uzunligi uchun ishonmaganlarga mana akalar, mana. Qo'zi bo'ladi. Qo'zi, hammasi qo'zi. Mashalloh, hurmatli aka-ukalar. Bugun ish bitadigan joydamiz. Akam manzilga kelib, yuzingizga, qo'lingizni yaxshi ushlab, yaxshi sodalashgan yengil qilib berasiz inshaalloh. Qilib beraman. Xudo hozir ish bitadi, akalar. Bugun sizda zo'ri bo'lsa ertaga boshqasi bo'ladi-da. Akasi qo'lingizga zo'rlari kelib qolibdi. Inshaalloh xalqimizga bering, foydalansin bundan. Zot olishsin. Xudo xolsa O'zbekistonda bunaqa zotlarning ko'paysin deyman-da aka. Shuning uchun akalar, men olib kelyapmiz O'zbekistonda ko'paysin. Ko'paysin deb. Aka, men tavsiya qilaman, niyat qilaman, 10 ta qo'raga borsin bu. 10 kishiga nasib qilsin, sababiki ko'payadi-da. Bir kishiga emas, ko'pchilik duosi albatta kerak insonga. Akalar, 10 ta odamga nasib qilsin, boqinglar rahmat deb inshaalloh. Hurmatli aka-ukalar, hammani chorvasiga Allohdan baraka so'rab biz videomiz yakun yasaymiz. Kelinglar, savdolashinglar, uyini ko'ringlar, ishonch hosil qilib, qo'chqonlar, zotdor qo'chqonlarni xarid qilinglar. Hurmatli aka-ukalarim, lekin boru ko'zingiz kuyadigan joyda. Juda ham chiroyli zotdor qo'chqonlar. Onlayn savdo ham qilib beramizmi aka? Qilaveramiz. Masofadan turgan akalarim, Qilaveramiz. onlayn savdoga ham imkoniyatlar bor. Telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Aka, inshaalloh keyingi safar ham bundan-da zo'r zotlarni olib keling. Xudo xolasa bu endigisini barralarda olib kelamiz. Inshaalloh. Akalar, Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz videomizni yakun yasaymiz.